Malik ibn Dinar rahmatullohi alayhi aytadilar: "Kullu jalisin la tastafidu minhu khayran fajtanibhu." Bu juda bir qimmatbaho nasihat. Har qanday suhbatdoshdan, do'stdan foyda olmasang deydilar, yaxshilik topmasang, undan uzoqlashgin. Ya'ni bir kishi bilan suhbat qilganingda qalbingga yoki amalingga ijobiy ta'sir bo'lmasa, sani iymoningni yoki yaxshiliklaringni oshirmasa, bunaqa odam bilan do'stlashish yoki ko'p vaqt o'tkazishdan ehtiyot bo'lgin deydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Inson o'zini do'stini dinida bo'ladi. Shuning uchun sizlarning har biringlar kim bilan do'stlashayotganiga qarab olsin deydi. Kim bilan yuraman, kim bilan ko'p suhbatlashib, ko'p vaqt o'tkazaman, atrofimdagi, guruhimdagi odamlar qaysi biri meni oxiratga yetalyapti-yu, qaysinisi uzoqlashtiryapti. Qarab olsin deyaptilar. Alloh azza va jalla aytadiki: "Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu." Do'stlar deydi. Al-akhilla degani ya'ni eng yaqin do'st, bir-biridan ajramaydigan do'stlar qiyomat kunida bir-biriga dushman bo'ladilar deydi. Illal muttaqin. Faqat taqvodorlar bundan mustasno. Demak, do'stingni holati seni ibodatga undamasa, so'zlari Allohga yaqin bo'lishingga sabab bo'lmasa, undan sen uchun hech yaxshilik yo'q. U ilm kiyimini kiygan odam bo'lsin yoki boy badavlat bo'lsin, Allohga va rasuliga odobi yo'qmi, sen uchun unda yaxshilik yo'q. Chunki unga hamma noqislikni undan olasan. Gunohda yursa birgasan, g'iybat qilsa birgasan, kibrlansa birgasan, birovning ustidan kulsa birgasan. Ayniqsa restoran keti uzilmasdan yurilsa, bekorchilar davrasida doim birgasan. Uni gunohlari bor, g'iybat bor, birovning ustidan kulishi bor, hammasida birga bo'lasan. Vaqt o'tib, Alloh o'zi ofiyatda qilsin, senda Robbingga nisbatan bir jur'at paydo bo'ladi. Gunoh qilish sen uchun oson bo'ladi. Shuning uchun solihlarning suhbati eng yaxshi suhbat. Ularning majlisi eng yaxshi majlis. Insonni ko'ziga ko'rinmayotgan gunohlarini ko'rsatadi. Vaqt o'tmasdan tavba qilib, oliy jannat maqomlariga erishishiga sabab bo'ladi. Demak, haqiqiy do'st bu seni bu dunyoda to'g'ri yo'lga, oxiratda bo'lsa jannatga yetaklaydigan do'stdir.